Jannatda bo'yni xuddi tuyani bo'ynidek keladigan qushlar bor ekan. Egasining qo'lida saf tortib turar ekan. U o'z egasiga: "Ey Allohning do'sti, men arshning ostidagi jannat yaylovlarda boqilganman. Tasnim buloqlardan ichganman, meni yegin" deb turar ekan. Shunda kishini hayoliga uni tanovul qilish keladi. Va shu zahoti qush uni oldida turli xil taomlarga aylanib qoladi. Undan xohlagancha yeydi. To'yganidan so'ng qushning suyaklari jamlanib, qaytib jannatni xohlagan joyiga yana uchib ketadi. Musulmon shuncha ne'matlar ko'rildi. Bandalar bir joyga to'planganda Alloh so'rayapti: "Yana biror narsa xohlaysizlarmi?" Ular aytar ekan: "Ey Robbim, yuzimizni yoriq qilmadingmi? Jannatga kirgizmadingmi? Bizga do'zaxdan najot bermadingmi? Bundan ortiq yana nima kerak bizga?" der ekan. Shunda parda ochiladi va jannat ahllari Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Jannat ahli uchun bundan ortiq katta baxt, bundan ortiq katta ne'mat bo'lmaydi azizlar. Ha, jannat mana shunday joy.